fursat tegmaslikmi bir fursat. Hamda biz hayotda bo'lsin, kasbda bo'lsin, o'rganishda bo'lsin yoki bir davlatning taraqqiyotida bo'lsin, ba'zilarga fursat keladi, ba'zilarga fursat kelmaydi. Hamda bu fursat kelmaganlargami yana bir nuqtadan fursat keladi. Bu gapning tigi tabiat dunyosida mandaq bir qonuniyat bor. Har qanday bir jonliqningki ma'lum bir iqtidori yo'qolgan vaqtida yoki ojizlab ketganda onunğa münasibətlik yeni bir iqtidar küçüyüp gidiyor. Ondan muşunun o'rnini basıdı. Mesela, ama adamlarınki puraş sezgüsü, tutuş sezgüsü, baş sezgü azaları, kulak anlaş sezgüleri küçüyüp gidiyor. Oxşaşla, mesela anlayamaydıgan, ya ki kolu yok, ya ki putu yok degендek, meyip bop qalğan adamlarının mu, aşınыңdan başqa bolğan bir iqtidarı alaydı küçüyüp gidiyor. Ondan mesela börek deymiz. Börek iki tal. Bir börekni kesip etse yeni bir börek bilen adam yaşayalaydı. Ma yeni bir böreknin iqtidarı küçüyüp ma böreknin ornunu basalaydıgan halatda kildi. Öpki deymiz. Öpkinin üçten birini yerimini kesip etse yeni bir öpki yaşırıp adamın hayatını saklagalı buldu. Aşqazanның mı yerimini kesip etkili buldu. Cigerning mi yerimini kesip etkili buldu. Demek tabiat dünyasında canlıqlar ma'lum bir iqtidordan ayrilib qolgan vaqtida uningga munosabatlik yana bir iqtidor kuchayib ashining o'rnini bosadi. Bu tabiat dunyosining bir qonuniyati. Endi jamiyat taraqqiyotida shunday. Bir davlat bo'lsin, bir shaxs bo'lsin, oila bo'lsin, odamga hamon bir fursatlar keladi yoki bir yaxshi talay keladi. Mushuninga erishgan vaqtingizda siz yana bir narsadan ayrılıp qalğan bolishingiz mumkin. Hem o'xshashla ma'lum bir fursatdan quruq qalğan vaqtingizda sizga yana bir yo'l ochilishi mumkin. Dunyodagi nurg'un muvaffaqiyat qozongan odamlar ma'lum ma'nodan aytgan chaqda bularning ko'plari yana bir ishga erishamagan odamlar. Hamda bir odam jahonda hamma ishni qila olmaydi. Buni iqtisodshunoslikda biz chi xuy changban deymiz. Fursat tanarxi. Siz bir ishni qilgan vaqtida cho'qim yana bir ishdan ayrilib qolasiz. Ayrılıp qalğan işinizning tanarxi mush ishingizning tanarxi bo'ldi. Ana bir odamning hayoti. Odam bir yo'lni mangdi, ya siyosiy yo'lni mangdi, ya savdoning yo'liga mangdi, yoki o'qishning yo'liga mangdi, yoki oila bilan o'tdi degandek. Mushunaq yo'llar bo'ldi. Mush yo'llarning ichida sizga bir fursat alaydi kelgan vaqtida sizga munosabatlik yana bir odamga yana bir yo'l ochiladi. Olimlar bo'lsin, mutafakkirlar bo'lsin, muşular köpleri ma'lum bir ishdan quruq qalğan odamlar. Quruq qilib, ondan o'zining mojiatdagi iqtidorini kuchaytib, oxiri mojiatda muvaffaqiyat qozongan odamlar. Bundaq misollar ayt ko'p. Doktor To'lqin Qodir muallimning yillik korxonchilar klubini tushunmoqchi bo'lsangiz, tuvandagi undidor bilan aloqa qilishing. Endi muvaffaqiyat qozongan odamlar muvaffaqiyat qozonib bo'lgandan keyin o'zining hikoyasini so'zlagan chaqda bu jarayonlarni ancha bak demaydi. Emniyet köp kısmı şundaq. Ma'lum bir fursatdan ayrılıp qalğan, ma'lum fursat kelmagan odamlar. Şunun bilan u chiqib yana bir yo'lni tutgan yoki yana bir yo'lni tutishga majbur bo'lgan odamlar. Oxir tirishib berib, ma bir yerdan yo'l chiqmasa, yana bir yerdan yo'l chiqqan, bu yo'l o'zining tirishchanligi bilan yo'qnab ketgan. Ammo u muvaffaqiyat qozongandan keyin uni o'zi ancha baktab ketmaydi. Masalan, Mayunni olsak, u tarjima shirkati qurib baqqan, paypoq setib baqqan kichik vaqtida. Nurg'un ishga tirishib baqqan. Ancha aplashmagan, bir necha shirkat qurgan. Oxir uni qilib, buni qilib fursatlar tegmay, ma xulayavang degandek haq qilmagan bir yangi ish buning qo'liga chiqib qoldi. Oxiri bir cho'ng korxonchiga aylandi. Buningni tigini surishtirsak, agar shu baldurli shuningga ta'lim o'ngdan kelib yoki bir o'rinda boshliq bo'lgan bo'lsa yoki bir o'ngayroq bir kasb bilan korxonachilikda jiqpul tepib qolgan bo'lsa, Alibabani qurmaydi. Demak, bu gapni xulosalasak, mayli igilikda bo'lsin, o'rganishda bo'lsin, bir davlatning taraqqiyotida bo'lsin, ba'zida mushundaq bir fursatlarni ayrilib qolamiz. Taraqqiyot fursati bizga tegmay qoladi. Ma'lum bir odamlar elib oladi. Elib olgandan keyin bu qarmoqqa shu qisqa vaqtning ichida bu biz uchun qolaysiz sharoit bo'ldi. Lekin biz buni
foydali sharoitga aylantirsak, boshqalarga fursat tegib ketdi. Ammo biz yana bir yo'lni tutsak bo'ladi. Chunki boshqalarga bu fursat tegib ketganligi uchun ular ma tez yo'lni qilmaydi. Masalan, dunyoda eng dangliq misolda, masalan, Yahudilar ilm fan deymiz, pul muomala ishlarida savdoda bektaraq qilgan. Buni butun dunyo e'tirof qildi. Bunun tigi nima degan chaqda Yahudilarning davlati yo'q. Ko'chmanlar bular. Yevropada, nurg'un joylarda, Afrikada bu yerga bosim qo'g'layotgan, bu yerga bosim qo'g'layotgan, oraga olmayotgan, yerlik muqim taraqqiyot fursatiga erisholmagan bir xalq. Butun dunyoda sarson bo'lib yurgan. Dal mushu sarsonlik ularda mana shundaq tirikchilik kuchi, pul muomala, fan texnika, kapital mana mushuni o'ynaydigan iqtidor bergan. Şuna davlatning taraqqiyotimi shu, shaxsning taraqqiyotimi shu. Sizga bir fursatlar tegmagan vaqtida ko'nglingizni bak yerim qilib ketmang. Shu fursat tegib ketgan odamlarga shu dal tekkanligi uchun shu odamlar shu ish bilan bo'ladi. Siz ma yondagi tegmagan ishni qilsangiz bo'ladi. Agar shu tegmagan ishni yaxshi qila olsangiz, ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin beshida fursat tekkan odam sizga havas qiladi. Beshi degandek ba'zi odamlarga ma'muriyatdan fursat keladi. Umi yaxshi. Ba'zi odamlarga kitob o'qish, ilmdan fursat keladi. Bumi bo'ldi. Ba'zi odamlarga savdodan fursat keladi. Demak, hayotda bir necha xil yo'l bor. Mushularning ba'zilari ba'zi odamlarga tegidi, tekkan vaqtning o'zida bu odam yana bir fursatdan quruq qoladi. Demak, sizga bir fursat tegmagan vaqtida yana bir fursat sizga quchoq ochgan bo'lishi mumkin.